Ushbu loyiha Milliy bank hamkorligida Toshkent viloyati Bekobod tumani 500 MFda 8204 sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda karam mahsuloti ekilgan. Maydon hajmi 14,1 gektar. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar hosil solish holatida. Ekinlarni yetishtirish 90 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 47 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon uchun o'rtacha 30 sotixdan yer maydonlari to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Xolis Baraka Agro MChJ hamda Bekobod Mirishkor yoshlari ishlab chiqarish kooperativi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 45 tonna, jami 630 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turini ekish orqali yer egalarining daromadlari yanada oshib boriladi.